Xitoy Kommunist hökumətinin Şərqi Türkistanda 5G torini umumlaştırış üçün yeni bir plan o'ttirg'i qo'yilganligi bildirildi. Xitoyning organ axboroti bo'lgan atalmış Şinjan gazetining xabar qilishicha, Şərqi Türkistan uchur va aloqa ishxonasi Urumchini markaz qilgan holda 5G tori qurilishini kengaytirganligini va 2021-yilning oxirigacha barliq shaharlarda 5G torini umumlashtirganligini uqtirgan. Xabarlarga asoslanganda bu turga 2019-yili 126 million xamchot ayrilgan bo'lib, 518.5G ulgu ko'rsatish va sinaq markazi qilib belgilangan. Xitoy manbalariga qaraganda 2021-yilning oxirida tamomlanishi planlangan bu tur xizmatlarini taraqqiy qildirish uchun rayonda 5G ul aslaha qurilishini ilgari surishning kuchlik ilib berilayotganligi o'tirg'i qo'yilgan. Ko'zatchilarning buning rayondagi mutlaq nazoratni asos qilgan saqchi davlat sistemasini texnik kuchaytirganligini, buning maqsadi Uyg'ur turklari va boshqa millatlarni yo'qotishni maqsad qilganligini ko'rsatdi. Xitoy xabar manbalarining 8-aprildagi xabariga qaraganda, Sharq Turkistonning Oqsu viloyati Shayar noyisi tavalligida zapas miqdori 228 million tonna neftlik bayqalgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Tarim o'ymonligidagi yangidan bayqalgan bu yangi neftlik 100 million tonna darajalik cho'ng neft gaz energiya manbasi hisoblanadi ekan. Xabarda aniqlanishicha, bu neftlikning kundalik neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori hozirgacha bayqalgan barliq neftliklarga selishtirganda eng yuqori saviyada ekan. Egilishicha, bayqalgan neft zapasi navbatda Xitoy yo'lga qo'ygan atalmış g'arbning gazini sharqqa yetkazish, ya'ni Sharq Turkistondan Xitoyga gaz yetkazish turining texnik cho'ng energiya manbasi ekan. Ko'zatchilar Xitoy Kommunist hökuməti Şərqi Türkistanның boyligini bulang-talang qilish bilan birga Uyg'urlarni bostirish, qul qilish, surgun qilish va butunlay yo'qotish siyosatini davomlashtirayotganligini ta'kidladi. Yaponiya mablag'ini Xitoydan yo'tkamoqchi bo'lgan pul muomala shirkatlariga 2 milliard 200 million dollar xamchot ajratgan. Xitoy virus yuqumining ta'sirini azaytish uchun 992 milliard dollar mablag' yurishtirish planini yo'lga qo'ygan Yaponiya Xitoydan ayrilishni xohlaydigan shirkatlarga yordam berish uchunmi xamchot ajratgan. Bloombergning xabariga qaraganda, Tokio hukumati mablag'ini Xitoydan Yaponiyaga yo'tkagan shirkatlarga 2 milliard dollar, Xitoydan boshqa har qanday davlatga ko'chib boradigan davlatlarga 200 million dollar ajratgan. Xitoy Yaponiyaning eng chong savdo hamrohi. Lekin yuqum sababidan Xitoyning Yaponiyaga qilgan eksporti 2-oyda 2 hassa azaydi. 4-oyning 5-ida Xitoy raisi Xi Jinpingning Yaponiyaga qilmoqchi bo'lgan rasmiy ziyorati Wuhan virusi sababidan amaldan qoldirildi. Yaponiyadan Xitoyga Wuhan virusining tarqalish jarayonini yaxshi boshqarolmaganligi to'g'risida qattiq tanqidlarmi bor. Amerikada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar umumiy soni 20 milliondan oshib ketdi. Yaqinqi 24 soat ichida hayotidan ayrilganlarning soni 708 kishi bo'lib, umumiy o'lganlar soni 20455 ga yetdi. COVID-19 virusi yuqum ahvoli tizimligida birinchi o'rinda turadigan Amerikada yuqumlanuvchilar va qazo qilganlarning soni kundan-kunga ko'payyapti. Xitoy virusi bayqalgan davlatlar va rayonlarda yangi yuqum ahvoliga oid sonliq ma'lumotlar e'lon qilinadigan Dunyo Ometr torbetining ma'lumotlariga qaraganda, dunyo miqyosida Xitoy virusi sababidan qazo qilganlarning soni 108.333 ga, yuqumlanganlarning soni 1.771.549 ga yetgan. Italiya Amerikaning keyinda turgan bo'lib, 19.468 odam qazo qilgan. İspaniyada qazo qilganlarning soni 16.480 ga yetib, 3-o'rinda turgan. Indoneziyaning g'arbidagi Ana Krakatau yanartig'ida juma kuni kechda portlash yuz bergan. 2018-yildan buyongi eng chong portlashda kul va 500 metr egizlikka yetdi. Səhər vaqtigacha portlash sababidan rayondagi 2-darajalik ogohlantirish signali e'lon qilindi. Indoneziya yanartig'i va geologiyalik ofatni azaytish markazining yanartog'dan lava chashqanligini ko'rganligini e'lon qildi. Aloqador tarmoqlar bu portlashning hozirgacha hech qanday odam o'lish va moddiy ziyonga sabab bo'lmaganligini bildirdi.
Gerçi ana Krakatauga nisbatan portlash bir qadar cho'ng bo'lsa-mu, ammo muhitning ziyni cheklik deb qaralmoqda. 2018 yılı 12 ayının 19 günü ana Krakatau yanar teg'ida portlash dengiz shavqini keltirib chiqarib, Java va Sumatra orli qirg'oqlarida kam deganda 430 kishining qazo qilishini keltirib chiqargan edi.